Assalomu alaykum, hurmatli bizadagi kuzatuvchilar. Anchadan beri video ham qilmadik, bir foydali maslahat ham bera olmadik, chunki ishimiz ko'paydi. Xullas, birinchi mavzumiz grija haqida gapirmoqchiman. Kimdir grijaga qanaqadir mashqlar buyuryapti, buni juda ko'p aytyapman. Umurtqa orasidagi tog'aylarda modda almashuvi buzilgandan keyin har qanday mashq qilsangiz ham ochilmaydi. Bu manual terapiya mutaxassisida olsangiz 10 minut 15 minutda disk grijalar qo'yib yuboryapti. O'sha uchun bunga juda e'tiborliroq bo'lish kerakda. Tizzadagi og'riqlar, mana meniska deyapti yoki kos yemirilishi va hokazo shunaqa kasalliklarda hammasi umurtqada 5 ta suyak bor. 5 ta suyakda orasidan paydo bo'lgan illatdan bo'ladi. Bu kasallikni kelib chiqishiga jigarda buzilgan faoliyat sabab bo'ladi. Bu maslahatlar bilan yoki qanaqadir har xil ukol dorilar bilan yo'qoladigan kasallik emas. Bu narsani ustida men 5 yildan beri bosh qotiraman. Inshaalloh deyarli yechimga yaqin keldik. Bizda bitta muammo, yeydigan ovqatlarimiz talabga javob bermayapti. Hamma narsa gibrid bo'lib ketgan. O'sha uchun bu kasallik global holatga o'tib qoldi. Agar shu narsalarni bartaraf qila olsak, inshaalloh bu kasallikni yengib o'tamiz.